Assalomu alaykum aziz o'quvchim. Bugun biz koreys tilida sonlar, raqamlar mavzusini boshlaymiz. Hozirgi zamonaviy koreys tilida ikki xil raqamlardan foydalaniladi. Birinchisi mahalliy koreys raqamlari va ikkinchisi xitoycha raqamlardan foydalaniladi. Bugun biz birinchi darsimizda xitoycha raqamlar bilan tanishib chiqamiz. Birliklarni o'rganib boshlaymiz. Ya'ni 1 dan 9 gacha. 0, yong, 1, il, 2, i, 3, sam, 4, sa, 5, u, 6, yuk, 7, til, 8, pal, 9, ku. Bular birliklar. O'nliklarga o'tamiz. O'nliklar 10 dan 90 gacha. Demak, ship bu 10. Endi 20 dan boshlab toki 90 gacha 2 ta 10, 3 ta 10 toki 9 ta 10 gacha xuddi o'zbek tilida xuddi shunday nomlaymiz. Demak, 2 ta 10 i ship, 3 ta 10 sam ship, 5 ta 10 u ship, 9 ta 10 ku ship. Qolganlari ham xuddi shunday. Bu o'nliklar. Endi yuzliklarga o'tamiz. Yuqorida aytganimizdek, 100 pek. Ya'ni il pek bo'lmaydi. Pek bu 100. Qolgan sonlar ham esa xuddi o'nliklardek 2 ta 100, 5 ta 100, 6 ta 100, 9 ta 100. Endi tarjima qilib ko'ramiz. Masalan, 6 ta 100. Yuk pek. 600. Yoki 900. Ku pek. 9 ta 100. Buni ham o'rganib oldik. Endi mingliklarga o'tamiz. Ming chon. Il chon emas, chonni o'zi. Demak, qolgan 2 dan to 9 gacha esa 2 ta ming, 4 ta ming, 9 ta ming. Misolga e'tibor beramiz. 2 ta ming. I chon. 4 ta ming. Sa chon. 9 ta ming. Ku chon. Qolganlar ham xuddi shunday davom etadi. Mana azizlar, biz 9999 gacha o'rganib oldik. Mana buni ham tarjimasini berib ketaman. Ku chon, ku bek, ku ship, ku. Endi 10 mingtalikka o'tamiz azizlar. 10 mingtalikka o'tishdan oldin bir narsani ta'kidlab o'tib ketaman. Bizda 10 mingtalik asosiy figura hisoblanmaydi. Mingtalik asosiy figura hisoblanadi. Mingtalikning atrofiga har qanday sonlar quriladi. Koreys tilida esa yuqori sonlar, ya'ni 100 minglikdan boshlab to 100 milliongacha shu 10 minglikni atrofida quriladi. 10 ming bu man deb nomlanadi. I man, 40 minglik esa sa man, 90 minglik esa ku man deb ataladi. Buni o'rganib oldik. Demak, bitta misol keltirib ketaman. Avval shuni o'zlashtirib olishimiz uchun 97533. Endi buni qanday qilamiz? Xuddi yuqoridagi o'rgangan tartibda 90 ming, 7 ming, 533. Endi 90 mingni aytib olamiz. Ku man. 7 mingni aytib olamiz. Chil chon. 500 ni aytib olamiz. U bek. Sam ship sa. 24563. Ana 20 mingni aytib olamiz. Iman. Sa chon. U bek. Yuk ship sam. Mana aziz o'quvchim, biz 99999 sonigacha o'rganib chiqdik. Mana buni ham tarjimasini yozib qo'yamiz. Ku man, ku chon, ku bek, ku ship, ku. Qani endi
oldiga bitta raqam qo'ysak, bizning tilimizda esa 100 minglik bo'ladi. Ularda boshqacharoq bo'ladi. Ana shu sondan boshlab bular 10 minglikda hisoblaydi. Ya'ni manda hisoblaydi mana. Yozilishi 10 ta 10 minglik. Demak, qanday tarjima qilamiz? 10. Shipman. Mana shipman. Shu yerda assimilyatsiyaga e'tibor berib o'qiysizlar. Boshqa sonlarda ham uchrasa, shipman deb yozildi. O'qilishda shimman. Eslaymiz assimilyatsiya darsimizni. Xuddi shu bizni 100 mingtaligimizni, ya'ni ularni 10 ta 10 mingtaligiga murakkabroq misol keltirib tushunib olamiz. 634.593. Ularda esa nuqta bu yerga qo'yiladi, ya'ni manning oldiga qo'yiladi. 63 ta 10 mingtalik yuk shipsanman. Buni yasab oldik. Qolgani esa bizni odatdagidek, ya'ni sa, chon, o, bek, ku, ship, sam. Endi millionga o'tamiz. Ularda yuqori sonlar manning atrofida qurilar ekan. Bilib oldik uni, mana ajratib oldik. Demak, nechta 10 mingtalik bo'lib qoldi? 100 ta 10 mingtalik. 10 mingtalikning nomi man. Ana endi bitta misol bilan o'rganib olamiz. Bizning hisobda 9.728.354. Ularning hisobida bu yoqdan kelamiz. Birinchi nimani yasab olamiz? 10 mingtalikni yasab olamiz mana. Yasab oldik. Demak, 972 ta 10 mingtalik. Kubek chilship iman palchon sambek o'shipsa. Kubek kuship kuman kuchon kubek kuship ku. Xuddi shunday tarjima qilasiz. Endi 9 million tugadi, 10 million keladi. 10 millionimizda o'rtada nima qoldi? Ming qoldi. Ming chon. Bo'ldi, yog'i man. Chon man. Shunga sonlar qo'yib o'rganamiz endi. 33.752.568. Demak, orqadan 4 ta ajratib qoldikmi? 3375 qoldi. Samchon, sambek, chilship, o, man. Bo'ldi, yog'ini yana xuddi shunday. Ichon, obek, yukship, pal. 99 million. 999 ming. 999. Kuchon, kubek, kuship, kuman. Kuchon, kubek, kuship, ku. Demak, bundan u yog'iga endi 100 million keladi. 100 million bu ok. Boshlanishiga aziz o'quvchim xuddi shu joygacha o'rganib olsangiz yetarlicha bo'ladi. Xato kamchiliklarim uchun uzr so'rayman.